Aktrisa Feruza Normatova kundoshi haqidagi ijtimoiy tarmoqlarda bo'layotgan mish-mishlarni ochiq-oydin ommaga oshkor qildi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videoroliklarimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Andishaning otini qo'rqoq chiqarayotganlar uchun oxirgi marta tushuntiraman. Bundan bir yil avval erimning oilasiga aynan internet tarmoqlarida ko'p bosimlar bo'lgan. Oyijonim Pari, erimda ham Instagram kuchli bo'lmagan, ularga nisbatan issiq sovuq qilib yurgan, xiyonatlar qilgan, Alfons zoti past, qoni harom deb istoriya jonli efirlar qilingan. Butun Xorazm bularni ko'rgan. Bu jonli efir va storieslarni ko'pchilik menga jo'natgan hamda qo'limda faktlarim ham bor. Oyijonim sahrlari oshib reanimatsiyada yotib chiqqanlar. Ayblarim men ko'chada ishtonni yechganni kelin qilmayman degan gaplari bo'lgan. Chunki na nikohga va na boshqasiga oila a'zolaridan hech kim guvoh bo'lmagan. Kimga borib murojaat qilishni bilishmagan. Orada vaqt o'tib Alloh bizni birlashtirdi. Oyijonim doim har tomonlama kuchli kelin so'raganman. Internetda ham bunaqalardan ham ancha kuchli inson kelsa-yu, bu bas kela olsa. Bo'lmasa o'g'lim oilasini buzadi deb qo'rqar edim deganlar. Alhamdulillah, men bunaqa shantajlarni yuztasini ko'rganman va bunaqalarga qarshi kurashishni yaxshi bilaman. Qo'limda faktlarim bo'lmasa bekordan bekorga gapirmayman. Eski arizalardan tortib bugungacha 6 ta tuhmat arizasi yozildi. Barchasini yengib kelmoqdaman. Endi men ham oilamni buzganlarga qarshi yozishni boshlayman. Kamiga erimning kartalaridan har safar birovlar minib yurgan mashinalariga pul yechiladi. Yana Alfons deb tuhmat qilishiga o'laymi? Xohlasam erimga aytib mashinalarigacha tortib olaman. Lekin menga bunaqalardan urvoq ham kerak emas. Rabbim to'kis baraka bergan, alhamdulillah. Na qarshi ariza yozdim va na yomonlik qildim. Rabbimga havola qildim xolos. Rasm videolarni ochib qo'ymasligimga sabab bunga qonun bor. Yo'q narsaga yozdi chizdi qilganlar bu narsani deb battar yozadi. Yana bizni tinchimizni buzadi. Hech narsani tushunmayotganlar uchun bu oddiy tushuntirish deb aytadi Feruza Normatova. Biz bilan qoling va kanalimizda yangiliklarni kuzatib boring.